Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bo'lishadigan retseptim tvorojnik. Ham yoshlikni eslatadigan, ham mazali, ham juda ham byudjetli varianti. Retseptni albatta o'zingizlarga saqlab olinglar. Juda ham zo'r chiqadi. Kerakli masalalarni video tagida yozib qoldirdim. Asosiy e'tiborni qaratadigan jarayonimiz shundaki, margarinli massamiz tayyor bo'ladi, keyin tvorogli massamizni qilamiz. Tvorogli massani tayyorlagunimizcha margarin bilan un, shakar qorishmasini albatta xolodilnikda ushlab turishga harakat qilinglar. Xona harorati bo'lib qolmasin, chunki margarin o'zidan suyuqlik chiqaradi. Ko'p xona haroratda qolib ketsa, shuning uchun e'tiborli bo'lasizlar. Keyin pishishiga ahamiyat berasizlar. Albatta 160 gradusda pishishi kerak. 1 soat turadi. Mandagi qolipda pishirsanglar. Shunaqa объемный bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Albatta pishirib ko'ringlar. Mani belgilashni esingizdan chiqarmanglar. E'tibor uchun rahmat.